Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugungi 14 talik xurram fasondagi stol stullarimizni Samarqand viloyatiga tayyorladik. Tayyor holatga keltirib, terib mana video obzorini qilyapmiz. Buni stollarga keladigan bo'lsak 100% yong'oq daraxtida qilindi. Oyoqlarini 3D fasonda qilib berdik. Stolimiz oyoqlari 3 talik, xon taxta qilib ishlatsa bo'ladi. Razmerlari 3.60 ga 1.20 sm. To'liq holatda teriladigan bo'lsa 6 metr, 6,5 metrli uylarga bemalol joylashadi. Stolimizni spinka qismiga adnotomli material qo'yib berganmiz. O'tiradigan joyi sidinasiga 3D fasonda gulli material qo'yib berganmiz. Bu kamplegimizni orqalarini ko'rishingiz mumkin. Pardalik broshkalar qo'yib berdik. Bu kamplegimizni xon taxta qilib ishlatsa ham bo'ladi. Pastdagi oyoqlarini pastga yiqitib, atrofiga to'shakcha solib bemalol ishlatsa bo'ladi. Ko'proq odam kuzatish imkoniyati mavjud. Bu kamplegimizni narxiga keladigan bo'lsak, xuddi shu holatdagisini 12 million so'mdan chiqarib beramiz. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlariga dastavkamiz bepul, qolgan joylarga kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Kimga shunaqa va shunga o'xshash kompleklar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Ekranning tepa qismida Telegram silkamiz bor. O'tib obuna bo'lsanglar, bundan boshqa variantdagi stol-stullar narxlari va razmerlari bilan to'liq holatda joylangan. Videomiz kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.